payg'ambarni mushundoq payg'ambar qilayotgan mo'jiza u. Biz mo'jiza asosida payg'ambarni payg'ambar qilamiz. Shu o'tning ichidan saq chiqqanligi, tugining toshning ichidan tugi chiqarganligining o'zi u Xudoning qudratidan keldigan. Xudo qilmasa mahluq qilolmaydigan ishdi. Shuning o'zi Xudoning bizga osh Ibrohim, osh Solih, osh Musa, osh Isa, osh Muhammad alayhisalom insonlar ras elçi sir aşının ergestanı bulu deb avazı bizi uqtirib bergan onda. Biz şu ergişimiz. Ama biz hazır Muhammed Aleyhisselam ergişimiz. Ama biz hazır İsa Aleyhisselam'a incir ergişik olmaydı. O asmandan düşken kitap. Bunu deb qo'ydik. Onun azroq qiyni vaqt uzrab qolgan bo'ldi. İsa Aleyhisselam şu 1989-yildaymiz. Mush İsa Aleyhisselamning tug'ilgan kuni. İsa Aleyhisselam dadasiz Hazreti Meryem'ninki anısı Hazreti Meryem dadisiz tug'ilgan bo'lgan. O Xudo onun bir nurni tashlash, bir ruhni kuylash orqali shu an nim bo'lib homildor shu an tug'ilib ketirib kelgan. Shuna 33 yosh kirganda asli o dadisiz shu ruh pok bir ruhdan bo'lgan bir payg'ambar bo'lgan shu osmonga yeni chiqib ketdi. Hozir osmonda. Gap aynada. Amma İsa Aleyhisselam ras peygamberdi. Ras peygamber Bani İsrail'in içinden kelgan. İncil ras asmandan düşen kitaptı. Lekin hazır Hristiyanlık hata. Kur'an düşkendikin keyin o mensuk yer evvelden qoldirgan bo'ldi. O bulg'uvatdi ulu. İsa Aleyhisselam dunyodan ketgandan keyin İncil muxlislari İncilni o'zgartib, hozirmi İncilning dunyoda bor nusxasi 4 nusxa bor. Mashhur nusxaning 4 nusxa bor. İncil Maraqqas, İncil Lavqa, İncil Yuhanna, İncil Barnabas degan qatorliq bo'shda 4 nusxasi bor. Bir-biriga qarama-qarshi. Hozir İncil muxlislar davrini qo'qmaydi. Hozir dunyoda bor nusxa shujimi? Iloh endi lekin Xudoning dedi, "Vatayna İncil" dedi. Biz İsa bir İncil tushirib berdik dedi. İncil bitdi, buni keyin o'zgartirdi. Shu buni xatolashdi, buni davzaqa mahkum deyilgan. Xudoning qonunini o'zgartgan kishini Xudo kechirim qilmaydi. Bir hukmron nomidan, bir partiya nomidan, bir podshoh nomidan yolg'on gap qilgan kishini podshoh kechirim qilmaydi. Xudo nomidan yolg'onchilik qildi. Xudoga tuhmat qildi ular. Shu uni hargiz kechirmaydi. Shu buni xatolash qadirmaydi. Buna da hemmesin ilmi fakti var.